Ko'pchilik bu taomni ko'rganida moshkichiri deb o'ylaydi, lekin bu taom moshkichiri emas, balki baqlajonli juda ham mazali turk taomlaridan bittasi. Kelinglar, pishirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib yuvib tozalangan baqlajonlarni oralarini kesib, qizib turgan duxovkaga pishirgani qo'yib qo'yamiz. Endi esa qiymasini tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'imizga piyozni solib qovurishni boshlaymiz to jigarrang tusga kirguncha. Ketidan qiymani solib, qiymani rangi bir xil bo'lguncha hammasini qovurib olamiz. Qiymamizni qovurib bo'lgandan keyin taomimizga mazza berish uchun paprika va tuz qo'shamiz. Shirin paprika ishlatdim va albatta sarimsoq qo'shib bitta aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Qiymamiz tayyor. Navbat eng asosiy qismga keldi. Baqlajonli qaylamiz. Buning uchun masalliqlarni ekranda ko'rib turibsizlar. Bu masalliqlardan qayla tayyorlaymiz. Baqlajonlar pishgandan keyin paketga qo'yib qo'yamizki, qobig'i mana shunaqa osonlikcha ajralsin deb. Paketdan chiqarib issiq holatida buni tez qobig'ini so'yib olib, mayda qilib chopib olishimiz kerak bo'ladi. Ahamiyat beringlar, orasida yiriklari qolib ketmasin. Endi esa saryoni eritib olamiz. Eritilgan saryoni ustiga unimizni solib jigarrang bo'lguncha qovurib olishimiz kerak. Jigarrang tusga kirib borgan unimizga tuz va murch qo'shamiz va yaxshilab chiroyli qilib aralashtirib olamiz. Endi esa mayda to'g'ralgan baqlajonni solib qovurishda davom etamizki, taomning eng asosiy mazali qismi aynan shu baqlajonli qismi hisoblanadi. Qovurilgan unimiz bilan baqlajon yaxshilab aralashib bo'lgandan keyin sekin sut solib qovuramiz va bir xil massa hosil bo'lguncha kutamiz. Baqlajon bilan sut aralashmasi bir xil holatga kelgandan keyin qirg'ichdan chiqarilgan pishloqlarni qo'shib aralashtirishda davom etamiz. Va nihoyat taomimizning yakuniy bosqichi, ya'ni laganga suzish. Laganimizga birinchi bo'lib baqlajonli qaylani solib tekislab olamiz va ustida qiymali qaylani solamiz. Chiroyli qilib tekislab olgandan keyin xohlagan ko'katinglar bilan bezatishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasanglar albatta to'ralgan piyoz ham ishlatsanglar bo'ladi bezatishda. Bu taomni albatta tayyorlab ko'ringlar va aminmanki har gal bu taomni tayyorlaganingizda menga duo qilasizlar. Duolaringizda eslab turinglar. Meni rasmlarda atmetka qilmanglar. Duolaringizda atmetka qilinglar. Allohga omonat bo'linglar.